Sapolo sizlar bilan Ezokra va bugungi videoda biz open pack qilamiz ukam bilan. Ukamga qarshi men. Qani bo'lsam boshladik. Hammaga salom. Mana dahshat sezon kelgan. Husanov 118 bo'lib kelgan. Shu Husanovni hozir tushirishga harakat qilamiz. Husanov tushirgan 3 ball, bular tushirganga 120 ga ham 3 ball, 117larga 1 balldan beramiz. 116larga kerak emas uncha. Mana bo'lsam men birinchi, keyin ukam. Men boshladim. O, dahshat yurdi lekin dahshat. Do'stlar, Meksik. CJN. Meksika. Qani? U 117 menda 1 ball Alvarez tushdi. Qani ukam bo'lsam. Ochdi. Yurmadi. Menda 1 ball hozircha qani bo'lsam ochamiz. Ketdi. Ukam ochadi. Voy, yana yurmadi. 1 2 3 Husanov qantush. Ontor. Ukam navbat. Nima workout bo'lmayapti. 1 2 3 ham ochadi. O, yurdi. 116larga yurdi. Meksika. LB. Meksika o'zining mashinasi. 116. Unchalik kerak emas. Yana yurmadi ukamga. Qandaydir omadsiz kuni bugun. 1 2 3 ochdim. Menga yurmadi. Yuribdi. 116 yurdi. Qatar. LV. O'zini klubi. 115 kiribdi. Yomon yurdi, yomon. Ukamniki dahshat omadli keldi. Belgiya. LV. O'ziniki ko'ruvchi. O, barobar. Bo'lsam 3 ta draft qoldi. O'zim bitta ochaychi. Yurmadi. Endi ukam navbat ko'ramiz. Qanchalik omadli ekan. Yomon yurdi do'stlar. Bunaqa kutmagan. Germaniya. CB. Germaniya nasional klubi va 117 tax. 2-1. Oxirgi draft va Husanov tushadi deb o'ylayman. Bunga qani bo'lsam hamma narsa tashlaymiz-da, Husanov tushirishga harakat qilib. Husanov tushiramiz va 3 ball olib yutib ketishim kerak ekan. Qani bo'lsam ochamiz. Oxirgi draft va oxirgi umid. Yurmadi. Bugungi open packimizda meni ukam bitti. Ko'rishinglar mumkin. Ukam 2-1 hisobidan meni yutdi. Hozir nimalar tushirganimizni ko'rib chiqamiz. Mana Doku tushirdi ukam. Bu yerga qo'yamiz ekan uncha. Keyin kim taxt tushiradi? Ukam tushiradi. Ukam tushiradi. Keyin men Alvarez tushirdim bitta. Keyin mana tushirdim. Lekin bugungi o'yinda ukam yutdi. Hammaga xayr, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Ezokra va uning ukasi bo'ldi. Xayr.